Bu kishi Mulla Abdullatif qori domla. Bu kishidan Fotiha surasining oxirgi oyatlarini eshitamiz. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bu kishi esa Ayman Rushdiy Suvayd hazratlari. Bu kishidan ham Fotiha surasining oxirgi oyatini eshitamiz. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eshitganimizdek, dod undoshini arab qorilari d ga moyilroq qilib talaffuz qilishadi, ya'ni do, ad singari. Ammo ba'zi Mavron Nahr qorilari zo singari talaffuz qilishadi. Zo, az singari. Ayman Rushdiy Suvayd hazratlarining suratli tajvid kitobida dod undoshining mahraji quyidagicha ko'rsatilgan. Tilning o'ng yoki chap yon tomonini yuqorigi oziq tishlarimizning milkiga tekkizamiz. Havo ta'sirida til oldinga qarab harakatlanadi. Natijada tilning yonlari oziq tishlarning milkiga ishqalanib titrashligidan dod undoshi hosil bo'ladi. Ammo o'zimizning ba'zi qorilar aytishadiki, dod undoshini tilning o'ng yoki chap yon qirg'og'ini yuqorigi va pastki tishlarimiz orasiga olib, tilimizni qisgan holatda vizillatib zo singari chiqaramiz. Xo'sh, qaysi biri to'g'ri? Arab qorilarining talaffuzi to'g'ri deydiganlar til arablarning tili ekanligini, arab qorilarining sanadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha yetib borishligini aytishadi. Ammo dod undoshini zot bilan aytishlik to'g'ri deydiganlar din ilmlarining rivoji Mavron Nahr diyorlarida kechgani va bizgacha asl holda yetib kelganligini aytishadi. Keling, Mavron Nahrda qiroat ilmi qanday qilib bizga yetib kelganligi haqida so'z yuritsak. Islom dini bizning diyorlarimizga kirib kelgandan so'ng boshqa ilmlar singari qiroat ilmlari ham rivojlandi. Qiroat bobidan bir qancha olimlarning, xususan Ahmad al-Buxoriy, Muhammad al-Farobiy, Imom Marvaziy, Imom Kisoiy singari qorilarning xizmatlari katta bo'ldi. Amir Temur 15-asr boshlarida o'z yurtida qiroat ilmini ham yanada rivojlantirish maqsadida Imom Jazariyni Samarqandga taklif etadi. Qiroat ilmining bosh imomi bo'lgan Imom Jazariy Samarqandga kelgandan so'ng 10 qiroatni tizimlashtirib bayon etib bergan o'zining Toyyibat an-Nashr kitobini, harflarning sifat va mahrajlarini ochiqlab bergan Durrat al-Madiyya kitoblarini yozadi. Hozirgi kundagi yer yuzi musulmonlarining 95% qiroat qiladigan Imom Hafs qiroatini Mavron Nahr diyorlariga yo'yadi. Undan tashqari Sayyid Qosim al-Buxoriy, Mulla Yusuf al-Samarqandiy singari 10 qiroat sohiblarini yetishtirib chiqaradi. Ko'plab ilm maskanlarida, madrasalarda qiroatdan darslar beradi. Imom Jazariydan so'ng Mavron Nahrda har asrda katta qorilar yetishib chiqadi. 15-asrda qori Yusuf al-Buxoriy, 16-asrda Mulla Ali qori al-Haraviy, 17-asrda qori Mahmud Zamaxshariy, 18-asrda Mulla Badriddin al-Marg'iloniy, 19-asrda domla Hindistoniy, 20-asrda qori Orifxon al-Shoshiy, 21-asrda qori Ziyovuddin ibn Usmon shular jumlasidandir. Hozirgi kundagi qorilarimizning ko'pchiligi arab diyorlariga borib sanad olib kelishmoqda. Ammo ba'zi qorilarimizning sanadi Mavron Nahr qorilari bilan birgalikda Imom Jazariyga
va u kishidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib boradi. Har qaysi qiroat qayerda o'qitilishidan qat'iy nazar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan to bizgacha aniq, sof holatda yetib kelgan. Xo'sh, unda nega bizdagi ba'zi qorilar dot undoshini zot undoshi singari talaffuz etishadi? Buning bir qancha sabablari mavjud bo'lishi mumkin va ularning ayrimlari bilan tanishib chiqsak. Birinchisi, mahalliy tilning arab tili fonetikasiga ta'siri. Turkiy va forsiy tillarda dot undoshi singari, ya'ni til yonlarini oziq tishlarning milkiga bosib talaffuz etiladigan undosh mavjud bo'lmaganligi uchun dot undoshining mahrajida juda ham nozik kichik o'zgarish sodir bo'lib, zot bilan talaffuz etilishlik holati kuzatilgan bo'lishligi mumkin. Ikkinchi sababi, ba'zi muallimlarning o'rgatish usuli. Dot undoshini chiqara olmaydigan yoki yangi boshlayotgan talabalarga 70% D ga o'xshaydi, 30% Z ga o'xshaydi singari xato tushuntirish bilan dot undoshi zlashib, vizillashib qolgan bo'lish ehtimoli mavjud. Uchinchi sababi, nutq odatlari. Bir tilda mavjud bo'lgan tovush agar ikkinchi tilda mavjud bo'lmasa, u tovushni ikkinchi tildagi biror bir o'xshaydigan tovushlarga o'xshatibroq talaffuz qilish holatlari uchraydi. Masalan, arab tilidagi Ramadan so'zi o'zbek tilida Ramazon singari talaffuz qilinadi. Shu tufayli ham dot undoshi talaffuziga biroz vizillash qo'shilib qolgan bo'lish ehtimoli mavjud. Va to'rtinchi bosh sabablardan biri Sovet tuzumining ta'siri. Ma'lumki, Sovet davrida diniy ilmlar cheklangan, xususan qiroat ilmi ham bu ilm hujralarda yashirin tarzda talabalarga o'rgatilgan. Arab tovushlarini to'g'ri chiqara oladigan tajribali ustozlarning yetishmasligi tufayli dot undoshi talaffuzida biroz o'zgarish yuzaga chiqqan bo'lishligi mumkin. Bu ko'rganlarimiz dot undoshi mahrajining birozgina o'zgarishligining sabablari edi. Dot undoshini eng to'g'ri shaklda talaffuz qilinishligida til yonlarini oziq tishlarning milkiga tekkizib titratamiz. O'pkadan kelayotgan havo oqimi tilni oldinga tomon suradi va do singari talaffuz qilish ekan. Sizlar bilan Z muallim bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.